Abduxoliq, Shera bekor keligida jo'ra. Bo'lari bo'llayinni jo'rajon, kerakli narsani olamiz ketamiz. Ya astag'firullah, o nimaydi? Qara u yoqqa kimdir bor ekan. Kimsan sen, tirikmisan? Ozbek, qoch, Ozbek. Eshik qana edi, eshik. Asal. Senlarga nima kerak? Maqsadlaring nima? Ha, odamlarda gapirsa bo'lar ekan-ku. Avra qilmasdan retsept berlaring, ketaylik biza. Retsept. Azbek, topdim mana, ketdik. Abduxoliq, retsept o'qiymi, boshlaymizmi? Ha, o'qi, shuncha harakatni nima uchun qildik? Birinchisi qiziqchoq qovurg'asi, ikkinchisi bijilloq suv, uchinchisi namak. Namak nima edi? Namakmi? O'zimizda oddiy osh tuzida. Eng avval qovurg'ani donador qilib kesamiz. Qovurg'alarni idishga solib, tuz sepamiz. Tuzlar erib ketguncha kamida 10 daqiqa aralashtiramiz. Keyin esa 2 soat marinovkaga qoldiramiz. Retseptda shunaqa yozilgan ekan. Ro'ppa rosa 2 soatdan keyin o'rtacha qizigan yoqqa 5 daqiqa qovurib olamiz. 5 daqiqa qovurilgandan keyin go'shtni olib, yog'ini yaxshilab qizdirib, go'shtni ikkinchi marotaba qovurishga tashlaymiz. Ikkinchi marta tashlangan go'shtni ham ro'ppa rosa 5 daqiqa qovuramiz. Umumiy hisobda 10 daqiqa qovurilgandan keyin go'shtimiz tayyor. Bu go'shtning nomini vagori deydi. Video boshidagi sahnalar shunchaki kayfiyat uchun edi. Kommentariyada ortiqcha negativ shart emas. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Azbek, tayyor. Kakras, dasturxon ham tayyor. Olib ki jo'rajon. Shuncha mehnatimizni qadrlab, yurakchani qizartirib keting. Charchamang.